Biz Liverpoolni yo'qotdik. Arne Slot bizni Premier Liga chempionligi bilan aldadi. Endi esa barchasi ayon bo'lib bormoqda. Lekin mana shu Liverpoolni o'z holiga qaytaradigan, oldingi darajasiga chiqaradigan bir insonni bilaman. Kanalimga obuna bo'ling, hozir men sizlarga u kimligini aytaman. Unda boshladik. Ular bizga Premier Liga chempionligi bilan tasalli bergandek tuyuldi. Go'yoki hammasi joyida, kelajak yorqin edi. Ammo Arne Slot davrida Liverpool tobora cho'kib borayotgani ko'rinib turibdi. Jamoaning ruhi singan, taktikalari izdan chiqqan, intizom bo'shashgan. Maydondagi harakatlarda na ishonch, na agressiya, na o'sha eski Liverpool ruhi seziladi. Endi bitta haqiqatni yaqqol tushunyapmiz. Yurgen Klopp qanchalik beqiyos ekanini. Uning ketishida jamoa o'zining eng muhim tayanchidan ayrilgandek bo'ldi. Dastlab Slot janoblari kelib ilk mavsumda APL chempionligi ila buni bizga sezdirmadi, lekin vaqt o'tib bu baribir ayon bo'ldi. Kloppni yonchiziqda beradigan energiyasi, futbolchilarga sig'dirgan ishonchi, o'yin oxirigacha taslim bo'lmaslik ruhi, bularning barchasi bugun Liverpoolga yetishmayapti. Klopp davrida jamoa nafaqat futbol o'ynardi, balki har bir muxlisni quvonchi uchun kurashardi. You'll never walk alone shiori ostida hech bir futbolga oshno Merseysidelikni yolg'izligini sezdirmasdi. Bugungi o'yinlarda esa shu qadriyat yo'qoldi. Futbolchilar hamon yaxshi, lekin ularni birlashtirib bitta mexanizmga aylantiradigan lider yo'qligi bilinadi. Klopp jamoani tarixiy pastlikdan olib chiqib, uni Angliya va Yevropaning eng qo'rqinchli kuchlaridan biriga aylantirgan edi. Uning qo'l ostida har bir o'yin biz uddalaymiz degan tuyg'u bilan boshlanardi. Shu bois hozir uni eslash boshqacha bo'lyapti. Biz o'sha davrdagi qat'iyatni, maydondagi agressiyani, Enfieldni titratgan shaxsiyatni sog'inyapmiz. Va bugun bir paytlar Liverpool degan jamoaga yana jon kiritgan odam kim bo'lganligini vaqt o'zi isbotlab qo'ydi. بتمنى تزول ملامحك من بالي تزول لو حتى تروح